Bugun kelgan bular. Bugun kelgan mana yangi partiya mashinalarimiz yana kirib keldi akalar. Assalomu alaykum aziz Road Star Trans kompaniyasi kuzatuvchilari, aziz muxlislarimiz, Shakman ixlosmandlari, yana katta partiyamiz yetib keldi. O'tgan partiyamizni tezda mijozlarga topshirdik. Ular yo'lda bemalol maza qilib ishlab yurishdi. Mana bu partiyani ham tez orada o'z egalariga topshiramiz akalar. Bugun 31-may sanasi Shakman X5000 hamda yangi polipritseplarimiz, yarim tirkamalarimiz yetib kelishi davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, amin bo'lyapsiz, har partiyada yangiliklar bilan mijozlarni xursand qilishda davom etmoqdamiz. Yana yangi partiyamiz iyul oyida yetib keladi. Akalar, siz ham o'zingiz uchun yangilangan Shakman X5000 band qiling. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Xohlasangiz yarim tirkamalari bilan bemalol Road Star Trans kompaniyasining Toshkentdagi yoki Buxorodagi ofisiga tashrif buyurib, texnikalarni o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Aynan yana Shakman X5000larimiz iyul oyida yana o'zgarishlar bilan yetib keladi. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Road Star Trans sifatli, ishonchli va samarali. Albatta kutganingizga yarasha komplektatsiya bo'ladi tog'ajon. Bilasiz, Shakman X5000lar har partiya o'zgarib kelmoqda. Yangi partiyamiz yana iyul oyida yetib keladi. Siz ham o'zingiz uchun texnika band qilishingiz mumkin. Yarim tirkamalarni eng zo'rlari, har xil turdagisi bor. Bemalol murojaat qilavering. Road Star Trans kompaniyasi mijozlarni kerakli yangiliklar bilan xursand qilishda davom etib, sifatli uzoq yillik tajribadan kelib chiqib, mana shunday yarim tirkamalarni ham topshirishda davom etamiz.